Tez ketamiz, diskonaga ketmayapmiz. Jim qizim. Menimcha hozir qulay vaqt bo'lyapti. Hozir mana kimdir keldi. Agar Akmal uyga olib kirsa, muhim odam emas. Agar dadangni o'zi chiqsa, demak muhim bo'ladi. Bo'ldi gapni. Hal qilamiz. Qani, kiring ichkariga gaplashamiz. O'zingga shukr. Muhim odam ekan. Bo'ldimi, qochamiz ama? Shoshma qizim. Ana uyitni ikkinchisi ham kirsin, keyin. Suprov akami? Ha, o'sha. Suhrob, Hozir. Ana, bo'ldi. Yur qizim, tez. Akmal. Suhrob. Labbay xo'jayin. Menga qara, keyin hozir yangi hamkorim uchun qozon kabob qilsin. Aha, Mehmonimiz bor deb ayt. xo'p bo'ladi. Sen eshit, Suhrob. Labbay. Biron kamchilik bo'lsa, sen chiqib kelgin. Xo'p bo'ladi. Bo'pti, boringlar. Xo'p. Xo'p. Oy, hech kim ortimizdan kelmayapti. Sal sekinroq ketaylik. Dadangni ana uyitlar bizni allaqachon qidirib yurishibdi. Agar shoshilmasak, hozir tutib olishadi. Shoshilsak tutolmaydimi? Voy! Keyin Akmal yo'linglarni to'sadi. Ha? Hamma qochish rejalaringni chippakka chiqaradi. Shunaqami? Akmal aka? Biz uyga qaytishni xohlamaymiz. Iltimos qoching. Biza ketaylik. Qizim, qo'y. Shu hayvonlardan yordam so'rama. Qoching Akmal. To'xta. Suhrov akam, Madina, singlim, akangni tashlab qayerga ketyapsan? Ketdik. Seni dadang kutyapti. qo'limni qo'yib yuboring. Yur. Bormayman. Ketmayman, qo'yib yuboring. Nasiba yangi, iltimos, biz bilan keting. Bizga shu ish buyurilgan. Akmaljon, Suhrob, iltimos, bizani ko'rganinglarni hech kimga aytmanglar. Axir hamma qiyinchiliklarimizga o'zinglar guvohsizlar-ku. Men faqat bitta buyruq ovozini eshitaman. U ham bo'lsa Tolib akan ovozi. Sizga esa ortiqcha vaqt ketkazishni istamayman. Vaqt ketkazmay mashinaga chiqing. Alo, Labbay boshliq. Allo, top oldinglarmi? Ha, hozir boryapmiz. Yaxshi. Ana, bizni dadang kutyapti. Eshitding-ku? Ko'p muammo tug'dirmasdan mashinaga chiqinglar. Keyin vaqtimiz yo'q. Mehmon kutib turmaydi-yu. Iltimos, yuring biz bilan. Ketdik. Hoppali, borasan. Ketdik. Qo'yib yuboring. Yo'q, bormayman. Sen nima desang shu? Qani, chiq. Demak, qo'rlarni Birlashgan Arab Amirliklaridan olib kelamiz. Shunaqami? Men arablar bilan anchadan beri savdo qilaman. Ular hali biron marta adashgani yo'q. Yoki boshqa taklif bormi sizda, Sanjar? To'g'ri. Ha, endi siz necha yillardan beri shu savdo ichidasiz. Biz-ku endi kirib keldik. Menga eng muhimi tajriba va ishonch ekan. Shuni o'zi yetarli deb o'ylayman.
Mayli, boshlagan ishimizni barorini bersam. Aytganingiz kelsin. Ana, menikilar kelishdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, oldimga kel. Bu meni qizim. Ismi Madina. Amakingga salom bermaysanmi, qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Katta qiz bo'ling. Qizim, oyingni oldiga borib o'tirib tur, xo'p? Xo'p. Unda qachon yuborishni xabarini beramiz, Sanjar. Arab tilini bilasiz, a? Yo'q, ingliz tili va rus tilini yaxshi bilaman. Mayli, amallaymiz. Unda xabaringizni kutaman. Men bora qolay. Bo'pti. Mayli, ko'rganimdan xursandman. Men ham xursandman. Xo'p. Suhrob kuzatib qo'y. Rahmat. Bo'ladi. Sen bu yoqqa. Kim bilan qochgan ekan? Shu faqat Madina bilan. Yana qishlog'iga ketmoqchi bo'ldimi? Menimcha shunday. Mayli. Bo'lmasam qishlog'iga ketqizamiz. Mayli, boraver. Xo'p. Nasima. Qayerga ketmoqchi bo'lding? Ha? Men seni eringman. Umr yo'ldoshingman. Sen yana qayerga ketish mumkin? Senga nima bermadim? Dada. Senga nima yetishmayapti, ha? Gapir! Gapir, nima yetishmaydi senga? Hamma narsangni muhayyo qilib qo'ymadimmi? Oyog'ingni ostiga zar sochmadimmi? Nima kam bo'ldi senga? Mendan ketishni xohlading. Jahlim chiqmasdan. O'zing yomon bo'lishni xohlamasang gapir. Nima yetishmayapti senga? Gapirsam urasiz. Gapirmasang uraman. Dada. Qizim, yig'lama. Yig'lama, xo'p? Akmal! Akmal dedim! Chiqyapman. Bolani olib chiqib ket. Yo'q, qizim. Ke, Qizim, yura qol. qizim. Men shu yerda qolaman. Iltimos dada. Oy Murmin. Jon dada, iltimos. Nima desiz qilaman. Hech kimni urmaydi qizalog'im. Sen Akmal aka bilan hovlida o'ynab tur, men hozir chiqaman. Mazinani olib chiq. Men ketmayman. Oy murasiz. Bo'ldi qizim. Yig'lama, qo'rqma, xo'p? Hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat sen yig'lama, xo'p, qizim? Xo'p. Ketaver. Qani, gapir. Senga nima yetmadi? Erkinlik. Menga erkinlik yetishmadi. Mana bu 4 devoriz meni erkimdan ayirdi. Erk? Bir demokrat aytgan ekan. Erk odamni oxiri borib qullikka olib boradi. Sen qullikka olib boradigan erkinlikni xohlayapsanmi? Yo'q. Menga bir erkak ayolga berish kerak bo'lgan erkinlik kerak. Qarash erki, gapirish erki, o'ylash, orzu qilish.
Menda bularning birortasi yo'q. Erk degan. Sen o'sha qishlog'ingda erk topaman deb o'ylayapsanmi? Yaxshi. Men senga erkinlik bera olmagan bo'lsam, boshqa narsa beraman. Berib bo'lgansiz. Azob. Birovga qarashimdan tortib, so'zlashimgacha bo'lgan azobni berib bo'lgansiz. Ha, azob. Sen shu paytgacha faqat kaltak yeding. Endi haqiqiy azob nimaligini bilasan. Senga bir savol. Nima uchun yashayapsan? Yoki kim uchun? Qizim uchun. Madina uchun yashayapman. Ha? Yaxshi. Mana shu qizingni sendan olib qo'yaman. Yo'q. Senga bugundan jazoni o'zgartiraman. Bolani ko'rmaslik jazosini senga hadya qilaman. Unaqa qila olmaysiz, yo'q. Sen faqat men tanlagan yo'lni sevasan. Madina senga boshqa ko'rsatilmaydi. Men siz ustingizdan tegishli joyga yozib berib bo'lganman. Sizni yaqinda qamashadi. Yo'q. Bu shaharda hech kim Tolibga tega olmasligini bilmaysanmi? 10 yil yashab bu narsani tushunmadingmi, nodon xotin? Sen rostdan ham haddingdan oshibsan. Qo'yib yuboring qo'limdan. Qo'yib yuboring. Qo'yib yuboring meni, Madina, qizim. Qo'yib yuboring. Meni qamamang. Madinadan judo qilmang, iltimos. Axir Madinadan ular berish kerak. Unga qarash kerak, siz qaroringiz to'g'ri eshitdi. Akmal, Labbay. Suhrob Madinaga qarab turibdi. yaxshi. Mashinani tayyorlab tur, hozir chiqaman. Xo'p bo'ladi. Ona qizim nima qilyaptilar? Hech narsa. Oyim murdizmi? Yo'q. Nimaga oyingni uraman? Qizim, ammangnikiga borasanmi? Oyman boradilarmi? Yo'q. O'zim seni olib boraman. Oyimga nimadir bo'ldimi? Nega oyim biz bilan bormaydi? Aniq oyim urmadingizmi? Yo'q. Nimaga oyingni uraman? Hoziroq seni ammangnikiga olib boramiz. Men ammamnikiga oyim bilan boraman. Oyim! 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 Bo'ldi, jim. Senga bir savol beraman. Agar rostini aytsang, oyingni ko'rsataman. Keyin esa ammangnikiga birga boramiz. Kelishdingmi? Kelishdik. Jonim qizim, oying meni ustimdan shikoyat qilib militsiyaga bordimi? Oyim militsiyaga xat yozdirib yubordilar.
Endi ko'ramanmi oyimmi? Oyisini derazadan ko'rsat burro. Keyin olib chiq. Xo'p bo'ladi. Ketdik, yura qolmading. Oyijon! Qizim, Oyijon, dadam urmadilarmi? yo'q. Oyim uyiga kirib ko'raylik, Sufrob aka. Ularni quchoqlagim kelyapti. Yo, dadang urishadilar. Qizim, dorilaringni ichib ol, xo'p? Xo'p, Ketdik endi. Dadang kutib qoldi. yo'q, qo'laman. Bo'ldi senchi. Ammangga ortiqcha tashvish orttirmasdan aqlli qiz bo'lib o'tirgan, tushundingmi? Dada, oyimni nega qamab qo'ydingiz? Oyim 1-2 kun o'sha xonada yotsa, o'ziga kelib qoladi. Nima? Nimaga sen xuddi yomon odamga qaragandek qarayapsan? Oyingni o'zi aybdor. U mendan ketishga urinyapti. Seni mendan olib ketmoqchi. Agar yana shunaqa qiladigan bo'lsa, yana qamab qo'yaman. Dada, siz yomon odamga o'xshaysiz. Iltimos, yomon odamga o'xshamang. Baxtli oyim yaxshilar bilan yuradi. Oyim shunaqa deydilar. Ko'p gapirding, jim ket. Nima qilay? Nasimasiz qolishdan qo'rqaman. Mayli yomon ko'rsa ham, lekin u doim yonimda bo'lishini xohlayman. Uning ko'zlari boshqani ko'zi bilan to'qnashib ketsa, jonim chiqib ketadi. Nasima, bilmaysan-da seni qanchalar telbaracha sevishimni. Sen ham menga o'xshab qafasdasan. Seni ham orzuying menikidek bo'lsa kerak-a? Qafasdan ketish. Shu qafaslardan ozod bo'lganingda nima qilarding? Uzoqlarga ucharding-a? Men ham qizimni olib uzoqlarga ketardim. O'z soyamizni o'zimiz topolmaydigan yerlarga. Balki bu dunyoni adog'iga borarmidik. Ammo o'sha manzil qayerda? Biz yeta olamizmi? Balki sen bir hovuchdonga almasharsan ozodligingni. Bilmadim. Men umrimga almashishni istamayman. Istamayman. Menimcha bolang yo'qligi sabab shunaqasan. Agar bolang bo'lganda qalbingni bemalollik emas, qo'rquv, vahima bosardi. Ikkimiz ham qafasdamiz-u.
Lekin oramizda farq bor. Tanlov farqi. Tanlov. Hozir. Voy Madina. Assalomu alaykum. Qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzukmisan? Yaxshi Opa, keldinglarmi? yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Ha? Kelin qani? Nimaga uni ham olib kelmading? O'ziga kelib qolar. Unga meni oldimdan ketolmasligini tushuntirib charchadim to'g'risi. Qaraga. Sen kasalsan. Ayolni bunaqa yo'l bilanchi o'ziga rom qilib bo'lmaydi. Agar bilsang. Opa, bolani oldida har xil gaplarni gapirmang. Qizim qo'rqadi. Madina, yaxshimisan? Men aytgan muddatgacha shu yerda qoladi. O'zim sizga qachon olib ketishni xabarini beraman. Qizim, qani sen uyga kiraver. Opalaring bor, xo'p? Ularning oldida o'ynab turgin. Bora qol. Menga qara. Yana nima qilding? Men senga agar qo'lingni teksang, o'zim seni militsiyaga topshiraman deganmidim? Urganim yo'q. Xavotir olmang. Bo'ldi. Shunchaki Madinani ko'rsatmaslik bilan aqlini kiritmoqchiman. Hamma esi qo'shqo'llab Xudo senga bergan. Tavba. Yo'q, senga nimadir degan bilan baribir foydasiz. Nimayam dirdim. Kelin bechorani joniga to'zim bersin, senga bo'lsa insof bersin. O'rgildim. Opam ajoyib taklif qiladi uyga. Opa shartmas edi, kirmayman. Ishlarim ko'p. Mayli, boshqa kuni mehmon bo'larman. Ketdingmi? Yaxshimisan, Gulim? Men Madinani ko'rmoqchiman. Men uyda 3 kun bo'lmagan bo'lsam, o'zim qayerda edim, salomatligimni so'ramaysanmi? Mendan nima istaysiz? Hammasiga roziman. Faqat qizimni ko'ring, iltimos. Uni qayoqqa yubordingiz? Akmal osh-ovqat berib turdimi? Ochlik bilan sinansam ham, qiynoq bilan sinansam ham chidayman. Lekin Madinani mendan olib qo'ymang, iltimos. Meni sevishga va'da berasanmi? Va'da ber. Mendan ketmaslikka, to o'lguningcha men bilan qolishga va'da berasan? Biron kimsaga qiyo boqmaslikka va'da ber. Sevolmaysanmi? Nimaga sevolmaysan? Nimaga? Bu savolni qayta berib charchamadingizmi? O'zim istagan javobni olmagunimcha takrorlayveraman. Senga nima bera olmadim? Nimaga meni sevolmaysan? O'sha qishlog'ingdan shaharga olib kelgan bo'lsam, hammasini qilib bergan bo'lsam, nimaga meni sevolmaysan? Sevaman. Faqat Madinani ko'rsating, iltimos. Sizga qancha mehr kerak bo'lsa berishga tayyorman. Birgina Madinani ko'rsam bo'ldi, iltimos. Sen meni sevmaysan. Yolg'on gapirma. Ko'zlaring hammasini aytib turibdi.
Yolg'on gapirmadim. Yolg'on gapirmadim, Tolib aka. Iltimos, eshikni oching, iltimos. Madinani ko'ring, iltimos, Tolib aka. Yolg'on gapirmadim. Rostdan qancha desangiz shuncha sevaman, Tolib aka, iltimos. Sizni qancha desangiz shuncha sevishga tayyorman. Faqat bir bor bolamni ko'rsating, iltimos. Tolib aka. Tusha qol. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom qizim. Yaxshi keldingmi? Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Kelin bilan yarashib oldingmi? Dada, oyim bilan ko'rishsam bo'ladimi? Opa, keliningizga o'zi tushuntiring. Qochishga urinmasin. Men baribir bunga yo'l qo'ymayman. Mana kalit. Yaxshi. Tepada o'zini xonasida. Qayerga ketyapsan? Ishlarim bor ko'chada. Qani yura qol. Oyjon! Qizim. 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 Jamal opa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ahmayligidamiding qizim? Ha, Yaxshimisiz kelin? Assalomu alaykum. U to'ng'iz sizga hech narsa qilmadimi ish qilib? Yo'q. Faqat biz qochishni eplolmadik. Kelin. Tolibni bugun ko'rib turganingiz yo'q. Uni bilganingizga mana 10 yilcha bo'pti. Uzr-u, o'zingiz ham mehr bera olmadingiz. To'g'ri, ukam mehr berishga loyiq erkak deb o'ylamayman. Ungacha mana shunaqa keraksiz rashklar aybdor. Lekin faqat bunaqa qochishni o'ylab yashab bo'lmaydi-da. Siz nima qilardingiz, opa? Nima qilardim? Hech narsa. Ko'nardim. Endi siz ham ko'ning. Mana shu Madina uchun ko'ning. Iltimos qilaman, kelinjon. Tolib osmonga chiqsangiz oyog'ingizdan, yerga kirsangiz qulog'ingizdan tortadiganlardan. Sizni bu holatda ko'rib xursand bo'lmadim albatta. Hali Tolib bilan ham o'zim gaplashaman. Xudo xolasa hammasi izga tushadi, xo'p? Faqat siz sabrli bo'ling. Tushundingizmi? Tushundim. Hali ham tanlab bo'lmadingizmi? Rosa uzoq o'ylar ekansiz-a? Ochig'ini aytsam, bu yoqqa birinchi marta kelishim. Qolaversa, qanaqa ovqat tanlasam ekan deb ikkilanib qoldim. Baliqlarga qaravering. Baliqli taomlarni yaxshi tayyorlashadi. Mayli, baliq bo'lsa baliqda. O'zi bilasizmi, sizda ham, menda ham har doim vaqt muammo. Shunga ham
ko'rishishimiz ham biroz qiyinlashib ketyapti. Vaqtni qadrlaydigan odamlarni hurmat qilishimni qayerdan bildingiz? Eshitmaganman. O'zingizdan endi eshitib turibman. Ha, vaqtni qadrlaydigan odamlar menga yoqadi. Vaqt, men ochig'ini aytsam, juda ham bebaho narsa deb bilaman. Unda ofitsiantni chaqiraylik. Ofitsiant kelib, buyurtma olguncha men vaqtdan to'g'ri foydalanay. Qo'l yuvish xonasiga chiqib kelay. Mayli. Ma. Keyin suvingni ham ich, xo'p? Keyin men sochingni tarab qo'yaman. Hozir chiroyli qilib qo'yamiz. Oyim, ahvolingiz yaxshimi? Ahvolim yaxshi, qizim. Shu seni olib qochib ketolmayotganimdan qo'rqyapman. Senga bergan va'damni ustida tura olmadim. Oyi, siz ertaga aytib berganingiz esizdami? Qaysi ertakni aytyapsan? Sulaymon payg'ambar va uni chumolish haqida. Siz ham chumoliga o'xshadingiz. Afsuski shunaqa. Yong'inni to'xtata olmadim. Faqat harakat qildim. Besamar harakat. Kenaya, uzr. Keling, Akmal. Boshliq aytdilar. Restoranda ovqatlanishga tayyorgarlik ko'rar ekansiz. Biz hech qanaqa restoranga bormaymiz, aytib qo'ying. Iltimos, buyruqni bajaring. Men aytdim. O'zingizga muammo qilmang. Shu bilan hatto o'limga ham birga borgim kelmaydi. Restoran bo'lsa boraylik, oyim. Zo'r ovqatlar yerdik. Borging kelyaptimi, qizim? Ha, chunki o'zim so'radim. Boraylik dedi dedim. Oyi, babu, bu yerdan ketolmaymiz. Balkim dadam bilan o'sha yerda yarashvorarsiz. Ammam shunday qilgan. Dadangga ayt. Restoranga boraylik dedi. Ammingdan chiqdimi bu fikr? Ha, dadang ko'rsin, odamlar baxtiyor yashayotganini. Sizlarga esa xotirjamlik yetishmayotganini tushunsin dedilar. Men dadamdan yaxshilab iltimos qildim. Keyin o'ylab ko'raman dedilar. Mayli, qizim. Boramiz, xo'p? Chiroyli kiyimlaringni kiydiramiz. Keyin boramiz. Siz ham chiroyli kiyining. Agar bormasak dadam sizni urishlari mumkin. Xo'p, qizim. Kaltak menga tegsa-da, qo'rquv senda paydo bo'pti-ya, qizim. Iloyim, taqdiring menikiga o'xshamasin. Yur, endi kiyinamiz. Tur. Allo, eshitaman boshliq. Keyin bilan Madinani olib, men tashlagan manzilga yetib kelgan. Lokatsiya tashladim. Xo'p, hozirmi? Ha, ishlarim yaqinlashib qoldi. Tezda o'sha yerga o'taman. Sen ularni u yerga olib bor. Xo'p. Ogohlantirganmiding? Ha, aytdim. Balki tayyor bo'lib turishgandir. Yaxshi. Sen olib boraver, men o'sha yerda kutaman. Xo'p. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Seni ishing tugadi, ketaver. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu Xush alaykum. kelibsiz. Rahmat. Tanlab turinglar, hozir kelaman. Xo'p. Xo'p. Qizim, nima yeysan? Tanla.
Sen restoranga o'zingni ko'z-ko'z qilgani keldingmi? Bu nima deganingiz? Oddiy kiyinganman-ku. Shumi oddiy kiyinganing. Qara, senga necha kishi qarab turibdi. Hamma o'zi bilan o'zi-ku. Hech kim menga ahamiyat ham bergani yo'q. Shu narsalarni ko'rish uchun farosat kerak-da, farosat. Tikil. Yaxshilab tikil. Balki birontasini toparsan, ha? Iltimos. Ovqatlangani olib kelganmisiz yoki mana shunaqa bo'mag'ir rashk uchun kelishimni so'radingizmi? Men so'ramadim. Men buyurdim. Hojatxonasiz qayerda edi? Qizim, tanladingmi? Qaysini yeysan? Tanlab oldinglarmi? Mana mashina Ha. yeyman. Mana shu ovqatingizdan bormi? Qaysi? Ha, shunda yeysanmi? Ha, shundan. Oldiga free olib kelib beraymi? Ha. Ha, qizim. Voy, O'zim olib beraman. voy. Hech qisi yo'q. Uzr. Xo'sh. Bo'ldi, xo'p. Hozircha shular. Aka, siz nima yeysiz? Seni yeyman hozir. Kema buni yeyman. Yo'qol bu yerdan. Xo'p. Menga qara, nimaga bu bilan xiringlashib turibsan? Nima asabim buzgani keldingmi sen? Yoqib qoldimi? Men nima qildim? 15 minutdan beri qarab turibman. Oldingdan ketgani yo'q. Nimani pishirlab gaplashdinglar? Seni nima deb kuldirdi? Nimalar deyapsiz? Nima meni bu yoqqa janjal qilgani chaqirdingizmi yo sharmanda qilganimi? Agar yana shunaqa qilaversangiz, shundoq ketib boraman, xo'p? Bor yo'qol. Ketaman ham. Qizim tur. O'zim senga yaxshi ovqat pishirib beraman, tur. Oyi, meni kechiring. Restoranga boraylik demasam, dadam bilan tortishib qolmasdingiz. Mayli, hech qisi yo'q qizim. Dadang bahona topishni istasa, istagan joyidan topib oladi. Sen xavotir olma, qo'rqma, xo'p? To'xta dedim. Kim u dedim senga? Menga tushuntirib ber. Bilmayman, tanimayman. Umrim davomida birinchi marta ko'rishim. Lekin yana ko'rish xohlaysan, to'g'rimi? Chunki topishib oldinglar. Balki telefon raqam almashgandirsan, Xudo haqqi, o'ylab topgan gumonlaringizni bas qiling, iltimos. Nima yoqmadimi, ha? Bemavrid kelib qoldimmi? Telefon raqam almashishga ulgurmadinglarmi? Ulgurmagan bo'lsang, yur, ichkariga kiramiz. Dadam, meni qo'limdan meni tushib ketdi. Keyin oyim olaman dedilar. Ofitsiant Shunaqa bilan qilishdimi? boshlari urilib ketibdi. Mana qizingni oldida nima qilib yurganingni ko'rdingmi? Charchadim hammasidan. Yur men bilan. Bormayman men siz bilan. Meni oldimda gaplashasan. Bo'ldi qiling, iltimos. Odamni sharmanda qilyapsiz. Bo'ldi endi. Nimaga bo'ldi qilarkanman? Men bilan borasan. Men hech narsa qilganim yo'q. Men shunchaki menyuni olib berdim, bo'ldi. Ko'rdim nima qilganingni. Kuydirgan kalladek tirjayib turuvding. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Oyi, ketaylik. Dada, iltimos urushmanglar. Bor, mashinaga chiqlaring.
Kir qizim. Senga qo'llagan jazoyim ta'sir qilmaganga o'xshaydi. Men nima qildim? Begona erkakka nimaga ko'zingni suzding? Kulding. Balki xandon otib kulgandirsan, a? Dada, iltimos, oyim urmen. Menyuni yerdan olgan bo'lsam, Madinani aybini tuzatish uchun qildim. Tuzatdingmi? Kulib, ko'zingni suzib, yosh yigitga tishingni ko'rsatib, qizingni aybini tuzatdingmi? Men turganda nimaga ofisant bilan gaplashasan? Nimaga kulishasan? Erim keladi, keyin kelin desang o'lasanmi? Kechiring, iltimos. Akmal! Akmal! Kel bu yoqqa. Adi, iltimos, Iltimos, Tolib aka. Qo'lingni Kechiring, tort. iltimos. Qoch yo'qol. Bo'ldi, boshqa Yo'qol. unaqa qilmayman. Akmal! Tolib aka. Qayerda yuribsan? keldim. Kel bu yoqqa. Oyijon! Qizim. Oyijon! Kir ichkariga. Iltimos, urmang. Iltimos, men hech narsa qilganim yo'q, Tolib aka. Sen begona erkaklar bilan gaplashadigan bo'lib qoldingmi? Men hech narsa qilganim yo'q-ku, iltimos. Boshqa qaytarilmaydi, iltimos. Bo'ldi, jim. Qo'yvoring! Ay! Yomon tishlading-ku. Oyimga boraman. Yo'q. Sen hech qayerga bormaysan. Tashqariga chiqamiz, tushundingmi? Akmal aka, oyimga yordam beraylik. Jon Akmal aka. Siz yomon odam emassiz-ku. Yaxshi ham odam emasman. Yur, ko'chaga Oyimga boraman. ketdik. Qo'yvoring. Ye. To'xta. Sizni yomon ko'raman. Hozir olib chiqaman. Shoshma. Indama, Oysini oldida o'tiraversin. Yordam beradi. Xo'p. Oyi, Oyjon! Qizim. Yaxshimisiz? Turing. Oyjon, qon oqyapti yuzingizdan. Burningiz qonyapti. Qizim. Ana u yerda salfetka bor. Olib ber, qizim. Xo'p. Mana. Oyjon, doktor chaqiraylik. Yo'q, qizim. Agar doktor chaqirsak, bundan ham battar bo'ladi. Meni deb kaltak yedingiz. Dadam yomon odam. Zolim odamlar. U menga yomonlik qilishi mumkin, qizim, lekin senga yomonlik qila olmaydi. Chunki otalar qizini yaxshi ko'radi. Meni yaxshi ko'rmasinlar. Men uni yomon ko'raman. Unaqa dema, bolam. Oy, yaxshimisiz? Ha, yaxshiman. Havo yetishmayapti. Hozir tashqariga chiqamiz, qizim. Xo'p. Kel, ozgina shu yerda o'tiraylik, qizim. Ay, hamma joyim og'riyapti. Haliyam havoda qishning nafasi bor. Bu yomonmi, Oyijon?
Yo'q, bu yaxshi. Adolat degani bu qizim. Har fasl o'z o'rnida kelsa, adolatli bo'ladi. Oy, qornim ochdi. Hech narsa yemadingmi? Yo'q, Muzlatgichda hamma narsa bor. Biror narsa tayyorlab beraymi? yo'q, muzlatgichdan kolbasa olib yeyman. Oy, sizni ham qorningiz ochku. Yo'q qizim, onalar och qolmaydi. Sen borib nimadir yevur, men hozir kiraman, xo'p? Xo'p. Ozod bo'l. Hech qachon o'tkir ko'zlaringni ushoq nonlar yopib qo'ymasin. To'dangdan ayrilma. To'dadan ayrilganlar ovchini tuzog'iga duchor bo'ladi. Xayr. Omon bo'l. Xo'sh. Bu qushni ozod qilib nimaga erishding? Nimani isbotlamoqchisan? Yo qushni ozod qilib o'zingni ozod bo'lgandek his qildingmi? Siz zolimsiz. Ha, men qushni ozod qildim. Hech bo'lmasa, shu qush sizni zulmingizni ko'rmasin. Sizni zulmingizdan ozod bo'lsin. Bu qushligi uchun ozod bo'ldi. Lekin senda qanot yo'q. Qanoting bo'lganda balki qutularding. Lekin qanotsizliging senga pand beradi. Keyin hammasi yaxshilik bilan tugabdi. Tamom. Oyi, menga ammam aytib bergan ertaklarni aytib bering. Men qaysi ertakni aytib bergan ekan? Ajdar va Malika. Ajdar juda ham yolg'iz bo'ladi. Malika hamma narsaga ko'nadi. Unga asarlikka ham. Ammo bir kuni Ajdar uni qalbini tortib oladi. Keyinchi? Keyin Malikani jahli chiqadi. Xo'p. Keyinchi? Siz bu ertakni bilmaysizmi, oyi? Qizim, sen menga ertakning davomini aytguncha, keyin nima bo'pti? Malika hamma narsaga rozi bo'ldim. Ammo qalbimni tortib olishga ko'nmayman deydi. Keyin qochib ketadi. Ajdar esa unga yetib olmaydi. Nimaga yetib olmas ekan?
Chunki malikaga bir kuch yordam bergan ekan. Kuch? Ammo aytishicha, hamma yovuzliklarni oldini oluvchi buyuk bir kuch bor ekan. O'sha kuch ajdarni ortda qoldirgan ekan. Qizim, tur. Ketamiz, xo'p? Qayoqqa? O'sha malikaga yordam bergan kuch bizga ham yordam beradi. Bu dunyoda hech narsa tasodif emas. Hatto ammang aytib bergan ertak ham. Dadam bizni tutib olsalarchi? Dadang hozir bizni ketadi deb o'ylamaydi. Xo'pmi? Tur. Tura qol tez-tez. Qizim, turki. Kinaya? Hozir nima kerak sizga? Sizni boshliq chaqirayotgandi. Hozir Madinani uxlatib tushaman. Hoziroq borishingiz kerak ekan. Xo'p, hozir. Qizim, sen qo'rqmay yotib turgin, xo'p? Men hozir kelaman, xo'pmi? Yot. Yot qizim bo'l. Hozir kelaman, xo'p? Xo'p. Madina uxlamadimi? Uxlata olmadim. O'tir. Nasima ismini ma'nosini bilasanmi? Mayin, yoqimli shamollarni Nasima deyishadi. Mayin shamollar esa kengliklarda bo'ladi. Sen ham o'sha shamollardek ozodlikni istaysan-a? Lekin men seni yo'qotishni xohlamayman. 10 yildan oshdi. Men senga asirman. Bilaman mendan ranjigansan. Lekin iltimos, meni kechir. O'zgarishga harakat qildim. Lekin eplolmadim. To'g'ri, men seni bemoringman. Seni rashkingman. Iltimos mendan ketishga urinma. Senga yaxshi turmush o'rtoq bo'lishga harakat qilaman. Faqat ketma. Tushlarimda seni yo'qotib qo'yganman. Nimaga shu paytgacha kech yotasiz yoki uxlamaysiz deb savol bermagansan? Menga umuman qiziqmas. Menga esa qiziq. Hamma narsa qiziq. Seni uyqularing, Allo. Boshliq,
Omurda kichik ko'ngilsizlik bo'ldi. Iltimos, tezroq yetib keling. Nima bo'ldi? Yong'in chiqdi. O'chirishyapti, o yüzden keling. Qorovul qayerga qaradi? Maoshini berdimi, qarasin edi. Hamma yo'qotganlarimni to'laysanlar. Hammasini. Akmal. Akmal! Labbay xo'jayin. Suhrobga ayt mashinani tayyorlasin. O'zing esa uyda qol. Xo'p. Qizim, sen bu yerda nima qilyapsan? Zerikib ketdim. Xo'p, qizim. Qizim, shoshishimiz kerak. Menimcha Malikaga beriladigan yordam bizga berilyapti. Qaysi Malika? Ajdarning mahbusi bo'lgan Malika. O'zing aytgan ertak. O'shani nazarda tutyapman. Akbar akam bilan Suhrof akachi. Suhrob dadang bilan ketdi. Ammo Akmal shu yerda. Akmalni biror narsaga chalg'ishini kutishimiz kerak. Ay, derazadan men ham qarab turaymi? Ha, ke qizim. Sen qarab tur. Men bizga kerakli narsalarimizni olaman. Ha, dorilaringni oldingmi? Yo'q. O'zim olaman, qarab tur. Oy, Akmal aka qo'li to'g'risiga o'tdilar. Yaxshi. Voy, o'tmadilar, qaytdilar. Nima? Qaytdi? Kimdir telefon qildi. Telefonda javob berdilar-da, qaytdilar. Oy, Akmal aka qaytmayaptilar-ku. Ey Xudoyim, o'zingga shukr. Nahotki shu kunlar kelgan bo'lsa. Oyi, qayerga ketdilar? Akmal aka, bilasizmi? Omborxonada yong'in chiqqan. Shunga menimcha jiddiy muammo boshlangan. Dadang chaqirib olgan bo'lsa kerak. Ha. Madina, o'zing uchun qadrli bo'lgan narsalarni ol, xo'p? Voy, ha qizim. Sen uchun qadrli narsa yo'qmi? Siz bo'lsangiz bo'ldi. Menga boshqa narsa kerak emas. Qizim. Jonim qizim o'zimni. Yaxshiyam sen borsan. Voy Xudoyim. Ha, oyim. Voy Xudoyim. Madina, qizim, tez yot. Yot shu yoqda tez bo'l. O'zingni uyquga sol bo'l. Voy, keldingizmi? Shu yerda uxlab qolibman. Uxladimi? Ha, uxlab qoldi. Ichkariga olib kiramizmi? Yo'q, qo'ying, uyg'otmaylik. O'zi hozir uxlab qoldi. Keyin o'zim olib kiraman, xo'p? Xo'p. Sen
Men bilan yur. Oyi, dadam ketdilarmi? Ha, ketdi. Nimaga ketdilar? Bizni tekshirishga kelibdilar, qizim. Qizim, tur. Tur o'rningdan, qizim, tez bo'l, tur. Qani qizim, tez bo'l. Tez bo'l, qizim. Bo'l, yur. Hamma narsa tayyor. Yur. Hozir. Yur, qizim, bu yoqqa kel. Sekin, sekin. boshqarasini tashing. Bor bo'yis ko'rinmagan-u. Men uchun hatto oyoq izi o'lcham ham muhim. Xursand bo'laman. Aynan men uchun bo'lsa, yanada xursand bo'lardim, lekin albatta, xursand bo'lmay bo'ladimi? Ha. Oyi, Shu qizim. Yakshanba kuni ko'rishsak bo'ladimi? Iloji bo'lsa bu qizil ko'ylagingizni kiyib keling, yomon-chadda sizni. Ha. Ha, men shunaqa diqqatlayman-da. oyi, hozir darvozani qanaqa qilib ochamiz? Kecha. Eshitib qoladi-ku. Hozir xaxolab kuladi. Keyin biz chiqib ketamiz, xo'p? Sekin. Ha, rejissyorman-da o'zim ham. Faqat hayot institutini tugatganman-da. Tezroq yur, qizim. Oyi, charchadim. Charchab nima ish qilding? Hech. Hozir Suhrob akang ko'rib qolsa, yana tutib olishadi. Yugur, qizim. Oyi, mashina kelyapti. Ketdik. Yur bu yoqqa. Oyi, dadamning mashinasi Ha, ekan. bildim. Suhrob akang sezib qolgan shekilli. Omad bizdan yuz o'girmasin, duo qil bolam. Ey Xudoyim, Endi nima qilamiz? tezroq qochishimiz kerak. Sekin tur. Sekin. Yur, yur qizim, yugur. Bo'l, yugur. Agar Nasima topilmasa, teringga somon tiqaman. Kechiring, boshliq. Kechirmayman. Aslo kechirmayman. Galvarstonka. Qayerga qarading? Tush mashinadan. Nimaga? Piyoda qidirasan. Axir men Tush dedim senga. Agar topilmasa, mazingni qochiraman, bilib qo'y. Oxirgi ko'rgan kuning shu bo'ladi. Tush! Sen sabab boshim to'nkada qolishi mumkin, Nasima. Nima yetishmaydi bunga tavba qildim. Kenayi, to'xtang. Ey Xudoyim, yugur qizim. Kenayi. To'xtang. Bo'l, tezroq. To'xtasangchi. To'xtang. Kenayi, qayoqqa? Kenayi. Siz kimsiz? O'tiringlar, tez, ketdik. O'tir qizim. To'xtang-ku. To'xtang.
Boshini ursin. Allo, xo'jayin. Men kinayimlarni ko'rdim. Ortidan quvdim. Lekin bir moshinaki bularni olib ketdi. Yashil moshina edi. Menimcha, anavi yangi hamkoringiz bo'lsa kerak. O'shanda moshinasiga o'xshadi. Qayerga ketyapmiz, oyi? Men ham bilmayman. So'rashga qo'rqyapman. Nega? Dadangni tanishlardan bo'lib chiqmasin. Men sizni uyimizda bir marta ko'rganman. Kimsiz? To'g'ri, oldin ham ko'rishganmiz. Men ismim Sanjar. Mashinani to'xtating, biz tushib qolamiz. Shoshmang. Men sizni eringizga do'st emasman. Xavotir olmang. Kimsiz unda? Kimsiz? Siz ham o'sha Tolibagani itlardanmisiz? Asabiylashmang. Hammasi o'tib ketdi, bo'ldi. Faqat siz asabiylashmang, xo'pmi? Kimsiz? Menga ayting dedim. Men ichki ishlar boshqarmasidan leytenant Asqarovman. Nima? Xullas, eringiz baribir qamaladi. U hozir kuzatuvda. Uni juda ham ko'p yomon qilmishlari bor. Sizni arizangiz ham menga yuklatilgan. O'sha bilan hozir men shug'ullanyapman. To'g'ri, boshida ishonsondek ko'rindi. Lekin ichiga kirsa, boshqa narsalar ham bor ekan. Xullas, hozir nima qilamiz? Bu yoqni xavfsiz deya olmayman. Madina bilan bir kecha menikida mehmon bo'lasizlarmi yoki mahkamaga borasizlarmi? Mahkama biroz sovuq bo'lsa kerak. To'g'risi, arizam yetib bormagan bo'lsa kerak deb o'ylagandim. Nega unaqa deb o'yladingiz? Chunki hech kim holing nima deb so'ramadi. Umidimni uzgandim. Umid uzilgan joyda hayotning ikkinchi qismi boshlanadi. Ketdikmi? Qayerga? Ertagacha sizni ota yuzga boraman. Hozir u yerda hech kim yashamaydi. Ketdikmi? Ketdik. Geldik. Siz bu yo'lni qayerdan bilasiz? Men ishimni chala qilishni yomon ko'raman. Bu yerda hozir akangiz yashash kerak edi, to'g'rimi? Akangiz ichki uy bo'lishni ma'qul ko'ribdi. Shu sabab hozir bu yerda hech kim yo'q. Siz o'tmishimni ham tekshirdingizmi? Shunday desa ham bo'ladi. Eringiz Tolib Ashurovga tegishli bo'lgan barcha narsalar tekshirildi. U odam qonunga xilof tarzda chetdan tovar olib kirgan. Bu bir marta sodir etilmagan. Bu jinoyat ishi meni kuzatuvimda uzoq vaqtdan beri tekshirilyapti. Otangizga o'gay ekansiz, a? Ha. Onamning ikkinchi oilalari edi. Onam bolaligimda vafot etganlar. Xudo rahmat qilsin.
Xullas kecha kelib, akangiz bilan gaplashib kalitni olib ketganman. Bu yerga kelishingizni ham aytganman. voy akamni ovora qilishni hojati yo'q edi. Biz ovora qildik, ha? Chunki kerak edi. Bo'lmasam hozir siz shu yerda qolasiz qizingiz bilan. Men biroz mehmonxonada dam olib, keyin yana qaytib kelaman. Shunda Tolib akani taqdiri nima bo'ladi? U qamaladi. Chunki har qanday jinoyatchi jazosini oladi. Faqat siz bu narsadan qo'rqmang, xo'pmi? Qizim bor-ku, qo'rqmaslikka harakat qilaman. Ha, yaxshi. Qizim. Qizim, tur. Tur asalim, tur. Kim? Kim u? Men Tolibman. Hammasidan xabarim bor. Senga tegmayman. Iltimos eshikni och. Kecha ortingdan keluvdim. Hammasini ko'rdim. Endi senga xohlasam ham hech narsa qila olmayman. Eshikni och. Yo'q, men qo'rqaman. Kaltaklanishni xohlamayman. Keting. Och dedim senga. Keting. Hozir bo'lmasa militsiya chaqiraman. Nasima. Eshikni och. Iltimos sendan. Nasima. Sochingni tolasidek, qalbingda men uchun hurmat bormi? Mana shu qildek hurmat haqqi meni ustimdan shikoyat qilma. Seni shikoyating bo'lmasa ham qonun oldida javob beradigan joylarim ko'p. Lekin ishon, senga ozor berganimdan afsusdaman. Bunday bo'lishini xohlamaganman. Iltimos, meni kechir. Men seni yaxshi ko'raman. Tolibboy, qachon keldingiz? Hayvon. Hali uyga kirib, meni qo'lga olmoqchi bo'ldingmi? Qo'lingni tort. Shuning uchun aytishgan. Sherigingni yaxshi tani deb. Sen meni tanimasdan ishonding. Yaxshilikcha bu yerdan ket. Bo'lmasam hozir otryad chaqirib, qo'lingga kishan solib olib ketishimga to'g'ri keladi. Bu har holda xotining oldida senga yarashmaydi. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Ko'ramiz. Mahkamada gaplashamiz. Seni albatta chaqirishadi. Sizga tahdid qilmadimi bu? Yo'q, iltimos qilgani kelibdi. Sizga bir ikkita beradigan savollarim bor. O'shanda 18 yosh edim.
Maktabni tugatishimdan biroz o'tib meni uzatishdi. Tolibgami? Oyim u vaqtda vafot etgandilar. Odam qayta uylandilar. Otam Tolib akani do'konida ishchi edilar. Otam oldiga borganimda meni qo'limni so'ragan. Otam maktabda a'lo bahoda o'qishimni bilsalardi, Tolibga berishga rozi bo'lganlar. Nega? Xolamni aytishicha, 3 ta otni bahosiga savdolashib bergan ekanlar. Keyinchalik 1-2 marta o'zi bo'lsang 3 ta otni bahosisan-ku deb gap qistirib o'tib ketganlar. A'lo baholarga o'qigan bo'lsangiz oliygohda, ne o'qimadingiz, davom ettirmadingiz? Noto'g'ri savol berdimmi? Men yashirincha o'qishga topshirdim. Kirdim ham. Qayergadir ketyapsanmi? Shifokorga ko'rmoqchi edim. Nimaga? Kechqurun bilan oshqozonim og'rib chiqdi. Shuni tekshirtiraychi, nima ekan? Shifokoring ayolmi yo erkakmi? Ayol kishi? Qani? Yurda men bilan. Nimaga? Tinchlikmi? Tinchlik, yur. Nimaga? Yura qol. Kel. Nima qilyapsiz, Tolib aka? Kel bu yoqqa. Tolib aka, nima qilyapsiz? Tolib aka, qilmang. Tolib aka. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Agar yana bir marta ko'chaga odamlarga ko'rinish uchun lab bo'yab chiqadigan bo'lsang, seni hovuzda cho'ktiraman, tushundingmi? Bu nima qilganingiz? Shifokorga bormoqchimisan? Shu turishda borasan. Boshqa ko'rinishda emas, tushundingmi? Men hech narsaga tushunmayapman. Siz aqlingiz joyidami o'zi? Joyida. Men qanday aytsam shunday borasan. Bilib qo'y. Sendagi hamma narsa meniki. Qo'yib yuboring. Ko'zing ham, qoshing ham meni haqqim. Seni yuzingga tushishini xohlamayman. Orqa va oldiga qarab ish qilishga majbursan. Tushunarlimi? Aytgancha. Kecha pedagogika instituti oldidan o'tayotganimda senga o'xshash qizni ko'rdim. Juda ham o'xsharkan. Bo'lsa bordir. Odamga o'xshaydi-ku. Shifokorga keyinroq borasan. Xo'p. Nima xo'p? Xo'p, keyinroq boraman. Men yashirincha o'qishni boshladim. Tolib aka ish ko'pligidan boshida sezmadi. Qancha muddat o'qidingiz? 1 oy to'liq o'qidim.
umrimni eng go'zal fasli o'sha bir oy deb hisoblayman. Keyin u qayerdan bilib qoldi sizni o'qishingizni? Bir kun universitetda biroz ushlanib qoldim. Shu vaqt men uchun teskari ishladi. Tolib aka izimdan institutgacha poylab yurgan ekan. Qarang, sezmabman. Tushunarli. Qayerdan kelyapsan? Tolib aka, haligi Men senga qayerdan kelyapsan dedim. men shunchaki onamni toblari yo'q ekan. Men o'sha yerdan kelyapman. O'gay onangga pul kerak bo'lib qopti. Men unga pul berib kelyapman. Qayerdan kelyapsan dedim. Men hech qanaqa gunoh ish qilganim yo'q. Nimaga o'qishing haqida men bilmayman. Gapir. Iltimos, o'qishimga qarshilik qilmang. Nimaga meni xabarim yo'q? Baribir siz menga ruxsat bermaysiz-ku. Erim ruxsat bermaydi deb bilgan ishingni qilasanmi? Tolib aka, iltimos kechiring. O'qish xohlayman, rostdan. O'zim so'radim sizdan, ruxsat bermadingiz-ku. Men o'qituvchi bo'lishni orzu qilganman. Qolaversa otam. Nima ota? Otam turmushga chiqsam o'qishim haqida aytganlar. Men ayol kishini o'qishiga qarshiman. Istamayman. Ayol kishi meni uyimda uyda o'tirish kerak. Sen kimsan? Meni orzularim hisobini so'raysan. Kimsan? Uyga kir. Menga qaynagan suv olib kel. Suvni nima qilasiz? Savol berishdan oldin aytganimni qil. Menga idishda qaynagan suv olib kel. Tez. Xo'p, Qaynoq bo'lsin. xo'p. Mana suv. O'tir. Ha? O'tir dedim. Oyog'ingdagini yech. Nimaga? Oyog'ingdagini yech. Mana shu o'qishga borgan oyog'ingni keyingi safar sindiraman, tushundingmi?
erdan besiroq o'qishga borishni ko'rsatib qo'yaman senga, tushundingmi? O'sha og'riqlar hali hamon yodimda. Tushunarli. Qolganini mahkamada aytib berasiz, xo'pmi? Men bu gaplarni aytib bersam kelib yana meni uradi. U sizga qo'lini uchini ham tekkizolmaydi. olmaydi. Oilaviy zo'ravonlikka qarshi qonunlar bor. Bu zo'ravonligi uchun va boshqa ayblar uchun ham qonunning oldida u hali javob beradi. To'g'risi, men quvonishdan cho'chib qolgan odamman. Iltimos, meni tushlarga ishontirmang. Nahot Tolibakaga qarshi qonunlar bo'lsa? Aynan Tolibga deb qonun yaratilmagan. Lekin zo'ravonlik ko'rsatib ayolning ojizaligidan foydalanganligiga nisbatan qonun bor. Ularni har bir bandi sizni himoya qiladi. Qolaversa Tolib Ashurov tadbirkorlikni qing'ir yo'llari bilan ancha yillardan beri shug'ullanib kelgan. Xudoga shukr qiling. Shu ishlarni o'rganish bahonasida sizni ham holatingiz ochiqlandi. Rostdanmi? Siz qonun ustuvor mamlakatda yashayapsiz. Sizni ustingizdan hukm chiqarishga, sizga zo'ravonlik qilishga hech kimning haqqi yo'q. Yig'lamang, bo'ldi. Qizingiz qayerda? Mahkamaga borishimizni aytganman. Shunga narsalaringizni tezroq tayyorlasangiz ketamiz. Tolibakaning ishi nima bo'ladi? Unga ish ochilgan, u qamaladi. Lekin sizni ham ko'rsatmalaringiz kerak bo'ladi. Bo'ptimi? Bizga boshingizdan o'tganlarni aytib bersangiz bo'ldi. Tolibaka Madinani tortib olsalar-chi? Tortib ololmaydi. Siz qonun himoyasidagi ayolsiz. Davlatga ishonmasangiz menga ishoning. Meni himoyamdagi insonsiz. Bu albatta hazil edi. Lekin davlat himoyasidagi ayollarni xo'rlashga, zo'ravonlik qilishga hech kimning haqqi yo'q. Men unda Madinani uyg'otib chiqay. Bora qoling. Xo'p. Tushma. Ha? Nasiba, sen Madina bilan shu yerda o'tirib tur, xo'pmi? O'zim ichkariga kirib kerakli narsalarni olib chiqaman. Men ham kiray dadam. Qizim, ichkarida odam ko'p. Nima qilasan, oyingni qiynab, oyoq ostida qolasan. Xo'p. Darvoza sizdan chiqmasin, xo'p? Xo'p. Bo'pti. Ay, endi dadam bizni bezovta qilmaydimi? Bu nima deganing, qizim? Dading haqida boshqa bunaqa gapirma, xo'p? Men o'z dadamni aytdim. Dadam uzoq vaqt qamoqdan chiqmaydi-ya. Dading qamaldi. Biz ajrashdik. Chiqqan taqdirda ham u bizni hayotimizga xavf sola olmaydi endi, xo'p? Sanjar dadam o'g'illari bilan tezda yarashdimi, oyi? Yaxshi. U bilan hech qachon urushma, xo'p? Men uni ham oyisiman. Ha, tushunarli. Voy, tarvuz qani? Bu yerda tarvuz yo'q ekan. Boshqa joyga boramiz, xo'p? Maylimi? Mayli. O'sha yerda senga muzqaymoq olib beraman, xo'p?